Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, hoji akalar, hojatalar. Va bugun hafta kunimizga chorshanba 29-may 2025-yil. Hop, biz videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, o'zimiz qo'radan boshlayapmiz. Abduqodir. Bugun payshanba. Apomislar, obunachilar, ozgina girib bo'lib qolibsizlar yoz chillasida. Hop, akalar, bugunga 3 dona sog'liq bor, yaxshi, chiroyli sog'liq kelishgan. Puli holatiga yarasha, bunaqa qimmat sog'liq emas. Men qo'ldan kelgancha batafsil obzor qilib beraman. Kimni shotiga tushsa olaverasizlar akalar. Haligi nima desa, bular qimmat bo'lib, haligi emas, holatiga yarasha narxi ham. Narxi arzon, xudo xolasa. Bular uchovi ham qisir, boladan shayda o'zimizni fuqaroda ajradi. Bittasi kela ajradi. Hop. Bular bo'ybasiga keladigan bo'lsak, buni bo'ylarini o'zimiz o'lchaganmiz. Bo'ylarni 80 ga olaverasizlar akalar. 80 kilosi 80 ga beraveramiz. Quloqlari butun hammasini. Mana, yemoq ichmog'iga bir hafta garantiya beraman. Bir haftagacha ko'rib olaverasizlar, yeb-ishini. Bo'ktiri sindirib qo'ymasalar bo'ldi. Mana, ichovi ham. Quyruqlar tikka ichoniki ham. Mana. Jonivorlar. Qo'chqoroq qo'yishga tayyor. Xudo xolasa. Janolar. Quloqlari butun, 12ni ham quloq butun. Hop, yosh oylik keladigan bo'lsa, yoshlari 4-tishini chiqaryapti. Chiqargani 4 tadanga olaverasizlar, 4 tishdanga. Mana. Hop, bular narxiga keladigan bo'lsak, hop, akalar, bu narxiga keladigan bo'lsa, narxini dastavkasi ichida 4,5 million so'mdan uyingizga yetkazib beraman. Narxini. Qochirib beradigan bo'lsak, narxini kelishamiz akalar. Bilasizlar, bizda qanaqa qo'chqarimiz borligini. Qochirib beradigan bo'lsak, narxini va qo'shiladi, kelishamiz, kelishilgan holatda. Narx 4,5 milliondan dastavkasi ichida. Mana fikr mulohazalar bo'lsa, kompyuterga yozib qo'yaverasizlar. Mana. Hammasini quloqlari butun, orqalari kelishgan akalar. Sifat zo'r, quloqlar butun. Buni qo'zulari ham bor akalar. Bular kimasi? Arashan qo'zularimiz bor. Arashan qo'zulardan 3 dona zo'ri bor. Mana jonivorlar. Keyin biz shu vaqtda ozgina mehrtalab bo'lib qo'ying. Bundalar. Mana ishlar vaqtida.